yonadi yulduzlarga muhabbatim. Mashhur qilgan tarona ko'rsatuvining navbatdagi mehmoni xalqimiz suygan, xalqimiz sevgan xonanda Ravshan Komilov. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Sarpolari yarashgani, jajjigina bek bola. Assalomu alaykum Ravshan aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizni ko'rganimdan xursandman. Bolaligimdan kuzataman va hech ham o'zgarmaysiz. Sababi nima? Avvalambor assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchi muxlislarimiz. Taklif qilganingizni xursand bo'ldim. Inson uchun, hamma soha egalari uchun dunyoda eng katta baxtli odam, qarimaydigan odam bu yurti tinchligi, oila tinch bo'lsa, xonadoningiz xotirjam bo'lsa, yaqinlaringiz tinch xotirjam bo'lsa, unda inson g'am tashvishlardan yiroq bo'lsa, yaxshi saqlanib yursa kerak. Men shunaqa qabul qilaman. Otamdan yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im, yashnagan gul bahorim, shu chamandan, shu vatandan ayirmasin. Fikringizga qo'shilaman. Haqiqatan hayotida tinchlik, xotirjamlik, ya'ni ortiqcha stresslar deydi hozirgi kunda bo'lmasa, inson menimcha doim yosh ko'rinadi. Ravshan aka, sizni oldindan, endi hozirgi kunda ham hattoki ijtimoiy tarmoqqa savol bersangiz, rus tilida korol svadib, ya'ni to'ylar shohi deb atashgan ekan o'z vaqtida. Tan olish kerak, har bir insonning o'zini davri bo'ladi va siz ham o'z davrida juda ham mashhur va deyarli uyda bo'lmasdingiz to'ylarning ko'pligidan. Qanday qilib karyera deylik, mana karyera va oilani bir xil olib borish mumkin? Haqiqatdan endi Dilnozaxon bilasizmi, yoshligimda inson nima deydi? Chin dildan astoydil niyat qilsa, niyatiga yetar ekan. Bolaligimda shu musiqa maktablarini bitirib, texnikum, oliygohlar o'qib yurgan davrlarimda, lekin men u to'ylarga, to'y hashamlarga juda kech chiqqanman. Yoshimga nisbatan onam faqat shu musiqa maktabi ko'proq o'z yo'nalishimda, musiqa yo'nalishida shug'ullanish uchun Qashqar rubobi bo'yicha ilm olganman, tahsil olganman. Yana shuni aytishim kerakki, bilasizmi, baribir ota-onani talabi doimo e'tiborligi bu katta ahamiyatga ega ekan. Men o'zimdan kelib chiqib, onam hayotli, xudoga shukr 84 yoshdalar hozir. Otam rahmatli. Bular haqiqatdan fidoyi yurtiga, oilasiga mehribon ota-ona bo'lishgan. Shuning uchun ota-onani qush inida ko'rganini qilar deyishadi-yu. Otam, onam rahbar bo'lib davlat ishlarida ishlaganlarida ham har kuni o'sha men bolalik paytlarimda soat 6:30-7da hamma uydagilar yig'lardik. O'sha kechki ovqatga birga o'tirilardi. Mabodo misol uchun otam qanaqadir bir tadbir cho'zilsa yoki kechroq qoladigan bo'lsalar, onamga aytib ketardilar. Men bugun kech kelaman. Tadbirim bor yoki yig'ilishim bor. Shu men hozir shu kungacha ham misol uchun mayli Samarqandga xizmat ketamanmi, Vohaga ketamanmi, Vodiygami, nima xizmatim bor, ertalab shu otamni xislatlari menga ham o'tgan. Men bugun studiyada zapisim bor yoki to'y xalq xizmati bor deb so'ramaydi hech kim mendan. Shu o'zim ertalab chiqib ketayotganimda onamga, turmush o'rtog'imga aytib ketaman yoki xalq xizmatida bo'lsam ham kechroq keladigan taqdirimda ham shu turmush o'rtog'im uydagilar ovqat tayyor bo'ldi, kelasizmi deyishadi. Bu katta baxt-da bu. Bilasizmi, bu yoshingiz ulg'aygan sari odam endi xalq xizmati, tirikchilik bilan oilaviy muhitni saqlab qolish ham farovon hayot kechirish uchun erkak kishi shu endi oilani to'ng'ich farzandiman. Ukam, endi rahmatli singlim 3 kishi bo'lgan biza. Katta farzand bo'lganim uchun mas'uliyat ko'proq bo'lgan menda. O'ylangan davrimdan keyin, farzandli bo'lganimdan keyin, chunki ukam 1 yosh farqimiz. Singlim bo'y yetib turibdi, ukam o'ylanishi kerak. Aka sifatida men ham san'atkorman, ham oila, nima demoqchiman? Mas'uliyat juda katta bo'lgan sizda. Mas'uliyat katta bo'lgan.
Allohga beadad shukronalar bildiraman shu kungacha, shu daqiqagacha man harakat qilamanki, muxlislarni xalqi ichida faqat san'atkor yo'nalishda emas, inson sifatida qanaqadir e'tiboriga sazovor bo'lishni xohlayman. Bolaligimda ko'p san'atkorlarni mayli qo'shiqlari o'z yo'liga, lekin ular yashash tarzini ham kuzatardim-da. Bu qanaqa yashaydi, oilasi qanaqa, farzandi qanaqa. Keyin o'zimga shuni maqsad qo'yganmanki, xudo xolasa yoshim ulg'ayib mayli 50-60larga kirganda ham, shu hurmat bilan 70-80larga kirganda ham e'tiborda bo'lish. U nafaqat u qo'shig'ingiz xalq nazariga, chunki bilasiz, shahpalak aylanaveradi-ku, pastga tushadi, tepaga chiqadi. Hattoki choynak ham engashib, ta'zim qilib, choyni qo'yib yana o'z holatiga qaytadi. Bahor chog'i olam yashnab turganda, shaydo ko'nglim zavqu shavqat to'lganda, bahor cho'g'lam yashnab turganda, shaydo ko'nglim zavqu shavqat to'lganda, jon ko'zlarim endi oshno bo'lganda, seni mendan, meni sendan ayirmasin. Qiyin menimcha. Qiyin, lekin men nisbatan farzandlarimga ko'proq samimiy mehribonlikni, otam rahmatli farzandlarim, otam shu Farruh qizlarimni ko'p birgalikda shu viloyatlarga, shu tog'larga olib borib, men vaqtim kam bo'lardi, lekin otam juda ham nabiralarini, farzandlarimni yaxshi ko'rardilar, mehrlari boshqacha edi. Mashhurlik sizga deyarli o'rta yoshingizda, ya'ni 30 ga yaqin yoshingizda kelishni boshladi. 28-29 yoshlar. Hozir mana deyarli 40 yil Xudo xolasa. san'at dunyosidasiz. Xudoga shukr. Aynan qaysi tarona sizni mashhur qilgan? İlk bor men shu 29-30 yoshimlarda odam bo'lib keldik, odam bo'laylik qo'shig'i butun respublikamizni radiolarida, endi tele ekrandan oldin radio orqali hamma kanallarda odam bo'laylik. Vaholanki viloyatlarga, vohalarga borganda ham, konsertdami, to'y hashamlarga, o'sha gilamlarga paxtada odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. Juda xursand bo'lardi. U menga kuch bag'ishlardi-da. Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik, el yurt dardiga malham bo'laylik. Hey, odam bo'lib keldik, odam bo'laylik, elimiz dardiga malham bo'laylik. Zulmat xonalarin yoritmoq uchun mash'al bo'la olmasak bir sham bo'laylik. Tezroq, men hozir 17 yil, 20 yil bo'lib qoldi, ta'tildaman-da. O'zbekiston ichki ishlar ansamblidan ta'tilga chiqqaman. 20 yilga yaqin bo'lib qoldi. O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar ashula raqs ansamblida xonanda bo'lib ishlaganman. O'sha davrlarda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedov, Obid Asomov, juda ko'p taniqli san'atkorlar bilan birga ishlaganmiz. Shu odam bo'laylik qo'shig'i yangi chiqqan payt 96-yilda bo'lsa kerak, 96-97-yillar qo'shiq xalq biladi. O'zbekiston Respublikasi bunaqa voqealar juda ko'p bo'lganda, Ichki ishlar vazirligida tadbir bo'lyapti. Bayramona. Endi har bir xonanda bitta dona qo'shiq aytish kerak. Chiqib shu odam bo'laylik ketdim. Endi ministr o'sha davrda chiqib sahnaning orqasiga, sizga rahmat. Ustoz, ajoyib bo'lib, ministr MVD 2 oy bo'libdi onamni, otamni ko'rmaganimga deydi. Chunki ota-onadan xabar olmaslik gunohlar ichida eng oliy gunoh degan so'zi bor-da. Men hozir dedi, vazirdan ruxsat so'rab, hozir men uyimga onamni, otamni
oldiga ketyapman deyaptilar-da. Ota-onadan xabar olmaslik gunohlar ichida eng oliy gunoh. Birov seni bilsa, birov bilmaydi. Hatto bilganlar ham parvo qilmaydi. Sen ham parvo qilmay baxt gashtini sur. Omad birda kulsa, birda kulmaydi. Endi ijod sahifalarida shu xalqqa manzur bo'lgan ilk bor qo'shig'im shu Odam bo'laylik qo'shig'i. Undan keyin o'sha davrlarda Sulton Ali Rahmatov kompozitor bilan birga ijod qilganmiz. Ancha yo'nalish, tonika deymiz, musiqa yo'nalishida, hayotda, nafaqat musiqada, umuman hamma soha egalaridan oddiylikdan yangilik bo'lish uchun qirralarini ochib borish kerak hamma sohada ham. Chunki tinmasdan ijod qilaverasiz. U kutilmaganda ichidan, misol uchun 1995-yil, 96-yili endi haqiqatdan boya gapingiz, Samarqandlarda 10 kunlab, 15 kunlab qolib ketardik xalq xizmati. Endi nisbatan o'sha 96-yillar juda ham xalq xizmati ko'p berilib, o'sha pikiga chiqqan payt. Band bo'lib qolganman. Endi bari o'zizga g'alvir mundoq ko'tarasiz-ku, men bugun bu yil nima ish qildim, nima qo'shiq yozdim. Bir yili 4 ta dona qo'shiq yozgan ekanman. Oldinlari 12 ta, 13 talab qo'shiq yozilardi, albom chiqarardik. Kichkina kasetalarda. Men ijod qilmanman deb sal to'xtab qolman deb. Lekin yaxshilikka bo'lgan ekan, bilasizmi? O'sha 4 ta qo'shig'imdan shu Ozodani sevaman qo'shig'i, Mayda mayda mayda, jiydani guli mayda. Shu qo'shiq mana Farruh Komilov o'g'lim ham ijro etdi qayta. Mayda mayda mayda, jiydani guli mayda, jiydani guli mayda. Mayda mayda mayda, jiydani guli mayda, jiydani guli mayda. Qayda qayda qayda, harini ko'ngli oyda, harini ko'ngli oyda. Shu voha tomonlarda juda bir Samarqand, Buxoro viloyatlarida juda bir cho'qqiga chiqqan qo'shiqlar. To'y hashamlarda, konsertlarda ayollar ko'ylagimdan qimlatib qo'yardi. Ko'ylagi jimjimadorli. Xursand bo'lardik. Keyin Ozodani sevaman qo'shig'i ham juda meni ijodimda qo'shuqlarim ichida, bilasizmi, bu juda klipi ham yo'q hali. Radio orqali efirga ketgan ayollarni challari deymiz, shu obed paytda xizmatga borganmiz, charchaganmiz, kuni issiq, 40 gradus issiq. Qo'shiq aytyapman, uzoqdan bir ayol kishi kinoylar dastro'molga lab bo'yoq pomada deymiz, shunda Ozodani sevaman deb shunda ushlab turibdi. Boshqatdan dunyoga kelganman deb. Uzoqlarda qarab tursam bilmaydi u, yo bilsa ham iloji yo'q kelmaydi u. Uzoqlarda qarab tursam bilmaydi u, yo bilsa ham iloji yo'q kelmaydi u. O'g'il qizi kuldirsa ham kulmaydi u, o'g'il qizi kuldirsa ham kulmaydi u. Ketolmayman bir ko'rmasam Ozodani, o'ziga hech aytolmayman Xonzodani. Bu qo'shiq yolg'on bo'lmasa 15 kun, 10-15 kun oldin radioga berilgandi. Endi nima sabab Ozodani sevaman? Boshqa ismlar ko'p-ku. O'sha payti muhokamaga juda ko'p bo'lgan, mishmishlar ko'p bo'lganda o'sha paytida. Endi uni tug'ilishini ayting, Ozodani sevaman qo'shig'iman turmush o'rtog'im bilan Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani konsertlariga tushganmiz. Turmush o'rtog'im konsertga tushaylik deganlar. Yulduzxon Usmonova Muhammad Yusufga so'z berganlar. Muhammad Yusuf sahnaga chiqib, yoshligimdan sevaman Ozoda shu she'r o'qiganlar-da. Bilasizmi, 4200 ta bo'lsa, 70-80% odam turib she'rga qarsak chalgan. Agar shu she'r shunchalik bo'lsa, qo'shiq qanaqa bo'lar ekan? O'zimga ilhomlanib
to'lqinlanib ketganman. Shunaqa ham she'r bo'ladimi, shunaqa ham olqish bo'ladimi she'r o'qiganga. Keyin bir kun ikki kun o'tmasdan endi men Muhammad Yusuf tanimasdim, yosh yigitman. Keyin yozuvchilar uyushmasiga borib, Muhammad akani topib, qabullarga kirib, ustoz she'ringiz menga yoqdi. Ular men xursand bo'laman, bu qo'shiq ijro etilgan dedilar. Men eshitmaganman dedim. Mayli, sinab ko'ring. Men qarshi emasman deganlar. Shu tinmasdan xonadonimda pianino bo'ladi. Turmush o'rtog'im Nodira xonim muzikant, pianino bo'yicha o'qituvchilar. Turmush o'rtog'im akademik professor Yunus Rajabiyning nevaralari. Har xil yo'nalishda ustozlarning qo'shig'ini o'zim fortepiano o'tiribki, turmush o'rtog'im fortepiano o'tkazib qo'yib, akkord berib turasan, men sovg'alarni chalaman, aytib ko'ramiz. Bitta qo'shiqni 3 xil, 5 xil, 10 xil qilib aytardik. Lekin guruhim bilan mashg'ulotda to'yga borganda unaqa muzikantlarim aytardi, sen bugun bunaqa aytasan, ertaga mana bunaqa aytasan. Endi izlanish kerak, yo'l topish kerak. Qo'shiqni yo'nalishini topish kerak. Shunda shu fortepianoda o'tirib yoshlagandan sevaman ozodani deb yo'y qilib yursam, Faruq Tiliyenga chiqqan payt edi. Qaysi qo'shiqni aytib beraysan? Bola ham badiiy kengashi eng kattasida o'z hayotda. To'g'ri. Ada ozoda deyam, qozodani aytib bering, qozodani deganda. To'xta dedim. Shu bolamga yo'qotdi-yu dedim. Boshqaga ham shuki turmush o'rtog'imga yoqmagan. Bunaqa qo'shiq aytmang. Bachkana nima qilasiz? Bir o'g'il, bir qizi bor. Nima deganingiz bu? Bo'lmaydi. O'g'lingga yo'qotdi, qara. Bir kun, ikki kun emasdi. 3 kun, 5 kun, 10 kun ichida ana yugurib kelardi, chala gapirardi-da, talaffuzlari shirin bo'ladi. Aytolmasdi. Qozodan aytib bering, qozodadir. Shu bolamga yoqdi, lekin keyin shuni ustida ishlab, ovoz yozib, shuni aranjirovka qilib, ilk bor aytganman. Qo'shiqlarim ichida juda tez u xalqni radioda shu klip qilish g'oyasi paydo bo'lgan. Keyin ustozimiz Qahramon Ashurovga murojaat qilib, shu qo'shiqni klipini suratga tushirganmiz. 10 yil o'tsa ham oradan ovoraman, samolarda uchib yurgan sayyoraman, ozodani unutolmay satporaman, ozodani unutolmay satporaman. Bir ko'rmasam ketolmayman ozodani, o'zga hech aytolmayman xonzodani. Bir ko'rmasam ketolmayman ozodani, o'zga hech aytolmayman xonzodani. Ozoda Nursaidova bilan ham keyinchalik bu narsa duet bo'ldi. Duetda taklifga kim turibdi? Siz yoki Ozoda Nursaidova? Bilasizmi, endi ijodim hayot bu misoli bir serialga o'xshaydi. Har xil shu gaplar bo'lgan, mayda-chuyda gaplar bo'lgan. Ko'p bo'lganda o'sha payti. Mavludaxon Asalxo'jayeva bilan uchrashganimizni hech kim bilmasin deb hazil qo'shiqni estrada juda qimmat kliplar qilib olib chiqilgan. Chunki o'rtada davay yaxshi zo'r klip qilamiz deb Mavludaxon bilan shu qo'shiqni ijro etgandan keyin ko'p endi mayda-chuyda gaplar xalq ichida yurgan. Balaqlar qo'yib olgan, bir o'g'liga otimni ham qo'yib olgan, bag'ri dilim qo'yib olgan. Shu o'g'lini yuragim ham suyib qolgan, shu o'g'lini yuragim ham suyib qolgan. Ikki o'g'il bir qizi bor ozodani, ta qiyomat sevaman men ozodani. Ikki o'g'il bir qiz bor ozodani, ta qiyomat sevaman men ozodani. Ozodani sevaman qo'shig'ini aytgandan keyin umuman o'zgarish, burilish boshqa qarab ketgan. Ozodaga qarab. Keyin Ozodaxon Nursaidova bilan duet qo'shiq aytganman. Nozlaningni bas qilsangchi, mendek yorga jon desangchi deb yo'nalish o'zgartirilgan. Takliflar men murojaat qilganman. Endi Ozodaxon Nursaidova endi chiqayotgan paytlari birga ijro etganmiz o'sha Zamin studiyasi tomonidan Xalqlar do'stligi saroyida.
ilk bor ijro etganimizda u ham bir katta bir olqishlarga sazovor bo'lgan. Rushan aka, endi qaysidir ma'noda shaxsiyroq savol beraman. O'sha paytda mana shu mish-mishlar bo'layotgan jarayonda sizni turmush o'rtog'ingiz bunga qanday qaragan? Baribir rashk qiladi. Yomon qaragan, yaxshi qaramaydi. Endi o'zlari ham san'atkor qaysidir ma'noda-da. San'atkorlar oilasidan ba'zida aytishadi-yu, san'atkorni tushunadi deb. Lekin baribir bo'ladi, rashk, tushunmovchiliklar bo'lgan. Hammani hayotida bo'lib o'tadi. Endi erkak kishi nima deydi? Oila muqaddas. Kamchiligimiz bo'lsa kechirim so'raganmiz. Uyga ketib qolgan, uydan olib kelganman. Aynan o'sha paytlarda. Ha, endi Xafa bo'lganlar. xafa bo'ladi endi. Misol uchun endi o'zimiz ham farzandimiz, qizimiz bor, kuyovimiz bor, kelinimiz bor. Hamma oilada bo'lib turadi endi. Bo'ladi-ku, yo'q bo'ldi, endi bunaqa qo'shiqlarni aytmang deb to'xtatishga harakat qilgandirlar sizni. Endi mana Ozodani sevaman qo'shig'idan keyin Ozodani ikki o'g'il bir qizi bor. Ozodani sevamanni davomiy ikkinchi qismini yaratdim-da. Shu qo'shiqdan keyin turmush o'rtog'im aytdiki, o'shaniki qudalik bo'ldingiz, qiz uzatdingiz. To'xtata qoling serialni. Keyin to'xtatganman. Ozodani ikkinchi qismini aytganman. Uchinchisi ham bor edi. Haligacha viloyatlardan shoirlar o'sha ideya yangi qo'shiq yaratganlar Ozodani sevaman davom etib haligacha ya'ni shundan 100 dan ortiq Ozodani sevaman voqeali she'rlar jo'natishadi. Endi men to'g'ri qabul qilaman, olaman ularni, men o'qib ko'raman, ko'rib boqaman deyman, lekin va'da berganman turmush o'rtog'imga, bo'ldi, Ozodani sevaman birinchi, ikkinchi qismda to'xtadik. Bilasizmi, bola to'y bola. Juda ham mashhur taronangiz. Ha, shu Chilonzor birinchi kvartalda, Toshkent shahrida Chilonzor tumanida birinchi kvartalda ko'p rus ayollar turishadi endi, keksa 75, 80larga kirgan, 85larda. Ko'chada men ofisim, studiyam Chilonzorda birinchi kvartalda. Ko'chada ko'rib qolsa, "Я вас знаю", deydi. "Вы певец. У вас to'y bola песня. Rus. Bu haqiqiy qo'shiq o'tsin. Sami natsionalniy. Xalqona. Hamda bu haqiqiy mana qo'shiq deb hali ruslar aytadi-da, rus ayollar, kampirlar. Xursand bo'lasiz-da. To'y bola klipi, endi uni tarixi ham qiziq bo'lgan. Uni gapirish noqulay. Nega? Toshkentda xizmatim bordi, Zarhal to'yxonada Chilonzorda. Endi o'zim radio Oriyat Dononi eshitib ketayotsam, bir mahal endi shu to'y bola haqida suhbat bo'lyapti ustoz bilan. Ismlarini aytish shart emas, endi biladiganlar bilishadi, eskilar biladi. Endi men agar balki yaxshilik ishlardi shu, menga juda qattiq turtki bo'lganda, radioda ketgan u qo'shiq, to'y bola qo'shig'im, efirlarda ketib turardi. Shunaqa bir bekorga aytgan shu qo'shiqni nima aytish kerak edi? Lekin vaholanki u so'zini boshqa odam yozgan. Avtorskiy, kompozitor alohida, ijro umuman hech kimga o'xshamagan holda o'zim avtorskiy qo'shiq ijro etganman, radioda ketyapti. Ustozimizdan biri faqat tanqid, yaxshilikka ishladi-da shu tanqid menga. Qaysi ma'noda meni bekorga aytgan, nimaga aytadi? Qo'shiqni aytish kerak emas edi. Nima o'zgardi sizda keyin? Menga bilasizmi, keyin menga juda qattiq ta'sir qildi haligi gap. Tanqid. Ruschasiga na prinsip deydimi? Klip qilaman dedim. Mana senga. Dahshat klip qilaman dedim. Ertasi kuni men o'zim studiyamda faoliyat yurg'izadigan murojaat qildim. Zo'r klip olishimiz kerak dedim. Qarang, Samarqandga telefon, Samarqandda 3 kun to'yim bor, Urgutda, Samarqand shahrida, yana Urgutda to'yim bor. Sunnat to'y ham bor o'rtasida. Klipmekerga aytdimki, o'sha to'yda olamiz. 3 kun to'yda haligi shogirdimga aytdimki, operatorlar borishadi, klipmekerlar dedim, san dedim, kutib olasan, issiq sovuqga osh ovqatiga qaraysan. To'yda jarayonda, to'yda haqiqiy to'yda olingan. Ki xalq ham ma'qul bo'lyapti, o'sha Urgutda, Urgut tumanining markazida yozgi to'yxona bor, katta. To'y bolani kamida 5 marta, 6 marta aytdim, sunnat to'y. Sunnat to'y bo'ldi haqiqatda. Klip ham shunaqa? Ha, haqiqiy to'yda jarayonda syomka bo'ldi. Efirga uzatildi,
davlat kanallari o'zi 4 kanal edi. 1 oy o'tdi, 2 oy o'tdi, 3 oy o'tdi. Efirga ketyapti endi haftada bir. To'satdan shu viloyat faqat sunnat to'y, xizmat to'y bo'ladi. Mashhur bo'lib ketdi. Xalqqa manzur bo'ldi. Vaholanki o'sha Tanqid qilgan odam bilan ham to'ylarda ko'rishib qoldik. shu qo'shiq bilan. Endi shunaqa jarayon bo'ldi. Men shaxsiyatiga tegmoqchi emasman, men uzr so'rayman agar og'ir botmasin. Bo'lgan voqeani haqiqat yaxshilikka ustozni tanqidlari menga yaxshilikka ishlab berdi. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Bola bola to'y bola, shirin bola, sho'x bola. Sarpolari yarashgan ey, jajjigina bek bola. Sarpolari yarashgan ey, jajjigina bek bola. Vaholanki to'y bola qo'shig'ini aytgandan keyin Qashqadaryodan bir ukamiz keldilar-da, Ro'shan aka dedi. Mana o'rtoqlarim hammasi o'g'il bor-da, menda o'g'il farzand yo'q, 2 qizim bor dedi. 12 yoshga to'ladi dedi. 2-3 oydan keyin bir kunini aytsangiz, men muchal to'y qilib beraman dedi. Qizimga dedi. Men badallarim jimillab ketdi. Nimaga men to'y bolada qo'shiq aytdim, nimaga o'g'li yo'q? Faqat qiz farzand oilalariga uchun, qizlar uchun qo'shiq aytmayman deb Mirzo Karim bilan, shoirimiz bilan 7 oy davomida hali so'zni ham musiqa yo'nalishini Iqbol Muhammad Sayqal yo'nalish qilib berdilar. Uni shoshmasdan ijro etib Qahramon Ashurov klipini oldilar. Dasyomka bo'ldi. Bu qo'shiq ham misol uchun juda ta'sirchan, hayotiy yon atrofimizda bo'layotgan. Shu qo'shuvdan keyin, klipdan keyin misol uchun Qashqadaryoga bir ukamiz taklif qildilar sunnat to'yiga. Shu to'yda to'y davomida yig'layapti boshdan oxiriga. Aka, yurakni ezib yuborasiz, yig'layverasiz. Menda 5 ta qizim bor deydi. Qizimni uzatdim deydi. Hammasi o'g'il. Chunki so'zda nolima ey birodar, nevara o'g'il bo'ladi degan so'zlar ham bor. Bilasizmi, bu yon atrofimizda insonlarni yaxshi kunini, g'uborini, kamko'stlarini yuzaga olib chiqib, yana bir uyda kutgan ayolingni unutma nomli qo'shig'im bor. 1995-96 ijro etilgan. U ham klip olingan. Bir ukamiz ko'rib qoldi, Ro'shan aka sizga rahmat deyapti. Nimaga ukam sen? Men toqqa ketyotgandim dedi. Damagan og'aylarim bilan ketyotgandim dedi. Endi sho'x olov bolalar. Uka radioda ashula chiqib qoldi dedi. Ayolingni unutma. Uyda kutgan ayolim. Shuna to'xtadim. Ayolimga e'tibor berishim kerak. Dachaga chiqib, og'aylarim bilan maishat. Shuna to'xtadim boka dedi. Qayta uyga keldim dedi. Qarang qanaqa katta bir insonga nima deydi, hattoki rejalarini o'zgartira oladigan qo'shiqlaringiz. ko'p Yengil yelpi ulfatlardan yiroq bo'l. Zulmat emas, o'z uyingga chiroq bo'l. Gar kechiksang, ostonada kutar yo'l. Uyda kutgan ayolingni unutma. Uyda kutgan ayolingni unutma. endi qo'shiq aytganda ham, yaratganda ham ijro etadigan joyi ham bor. Bir muxlisning to'yda yetim bola tildan ona qo'shig'i bor. Qahramon Ashurov juda kuchli olganlar, ta'sirchan, muxlislarga ega. Shu qo'shiqni bir to'yxonada Ro'shan aka aytdi, shu qo'shiqni aytib bering dedi. To'y boshlanmagan, boshida endi lirik og'ir qo'shiqlar aytiladi. To'y boshlanguncha. Shu qo'shiqni ijro etib berdim dedi. Oradan 5 yilmi, 4 yil o'tib ketdimi? Qo'ng'iroq, nimaga men to'yimda shu qo'shiqni aytgansiz dedi. Nega tashlab ketding? Yetim bola haqida qo'shiqda bu. Nimaga men to'yimda shu qo'shiqni aytgansiz deyaptilar. Nimaga aytgansiz dedi. Men o'zimdan o'zim aytmayman, so'rasa aytaman. Uzr ham so'raganman. Endi men uni chuqurlashmaganman. O'sha qo'shiqni ta'siri ularning hayotida bo'lganmi deb. Shunga
qo'shiq aytayotganda ham hozirgi kunda ham man farzandimga Farruxga aytamanki, o'sha gala konsert, o'sha xalqlar do'stligimi, to'y hashammi, oldin publika, muxlislarni qara. Necha yosh qanaqa odamlar o'tiribdi, nima qo'shiq aytsam ekan, repertuarni tanlab, o'shanga tayyorlanib, xoh to'y bo'lsin, xoh konsert bo'lsin, juda katta ahamiyatga ega, ehtiyot bo'lish kerak. San'at xalqnikida qo'shiq yaratilgandan keyin chang bosib, birov so'ramagan qo'shiqni yaratish nima kerak bor? To'g'ri, bizda ham bo'lgan kamchiliklar, qo'shiqlar yengil-yelpi, chunki ko'p muxlislarimiz aka deydi, zo'r boshlagandingiz ijodni, odamiylik, samimiy, mehr-oqibat to'g'risida qo'shiqlar rosa zo'r aytardingiz. Odamlar nomli, qadriga yet, seni qadring bilganlarni. Qarang, bu men o'zimga yoqadi so'z matni. Aytib berasiz. Hayotimda sodda, to'g'ri so'z bo'lgani uchun ko'p insonlar ko'p aldashganda, qaysi ishonuvchan bo'lganman, har tomonlama. Haligacha soddamiz, lekin hozircha o'ta sodda emas, nisbatan ancha pishib qoldik. Qarang so'zi kuchliligini. Qadriga yet, seni qadring bilganlarni. Holini so'rma, burni osmon bo'lganlarni. Zamon siylar, yashash sirin bilganlarni. Egilganga egilu, kerilganga keril. Endi shu biznes deymiz-da, Zamon talabi, yashash uchun kurash, hamma narsa mujassamlashgan. Chunki misol keltirib haqiqatni ayta olayman, samimiy ichimdagi gapni ayta olayman. San'at yo'nalishida, san'at hofiz bo'ladimi, sozanda bo'ladimi, teatr yo'nalishdami, rassom bo'ladimi, bilasizmi, ko'p kuzatardim-da bolaligimda. O'sha bir hali aytdingiz-ku, mavqega chiqib, palon pistonchi. nimani qilsang o'shani olasan degan gap bejizga emas. Ravshan aka, endi mashhurlikda yulduzlik kasalligiga uchradingiz deya olmasam kerak, menimcha o'zgarmadingiz. Bu sizni nima deydi, 5-10 minutga hech bo'lmasa chalg'itmadi yoki chalg'itdimi? Men afsuslanaman, bo'lgan qaysi tomondan bo'lgan xalqqa emas, nisbatan juda band bo'lib, o'sha 35-40 yoshimda haqiqatdan vaqtim bo'lmasdi, ko'p band bo'lib qolardim-da. Otamga, onamga e'tibor kamroq bo'lib qolgan. Uyda kam bo'lganman. Bir kun onam, bolam, sani puling kerak emas menga, mehring kerak. Oldimda birpas o'tirgan. Kamchiligim bo'lgan. Afsuslanaman. Hech kim kunga tushmas. Onam hayotda, Xudoga shukr. O'sha davrlarda e'tiborim kamroq bo'ldi. Lekin hozir shu pullargacha men duolarim bilan hamma birga yashaydilar. Ancha qiynaldilar onam. Otam betob bo'lib o'tdilar. Singlim betob bo'lib ertib o'tdi. Endi yoshimiz katta bo'lgandan keyin o'sha paytda kamchiligim bo'lgan tan olaman. Atidan emas, o'sha xalq xizmat, tirikchilik qilib, bola chaqa boqib, tirikchilikka berilganmiz. Buni uzr yig'lamaydi. Otamni singlimni eslasam yig'laveraman. Juda yosh o'tganlar. Singlim yosh o'tib ketdi. Otam o'tdilar, betob bo'lib. Keyin onam, singlim betob bo'lib, o'sha davrlarda boyagida ko'rsatuvni boshida aytdingizki, xotirjamlikda gap ko'p ekanda, xotirjam bo'lmasangiz, o'sha davrlarda otam betobli paytlarida, singlim betob paytda asab joyida bo'lmasa, sog'liq ketaverar ekan, yon atrofingizdagi.
oila a'zolaringiz hammasi endi chunki mehr kuchli bo'lgandan keyin joningiz achishadi-da. O'sha paytlarda man sochim to'kilaverardi. Asab joyida emasdi. Siqilgansiz ko'p. Ha. O'sha davrlar o'tdi, keyinki endi hayot davom etyapti. Farovon hayot, farzandlarni to'ylari, onam yonimda, hozirgacha yaxshi kunlarga o'tdik. Xotirjam bo'lganingizdan keyin insonni sog'lig'i ham har tomonlama yaxshi bo'lar ekan. Xotirjam bo'lsa, yurt tinch bo'lsa, oila tinch bo'lsa, inson fayzli, nurli bo'lib yuraverar ekan. Men fursatdan foydalanib barcha bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga faqat shukronalik, mana shunaqa tinch, fayzli, dunyo tan olib kelayotgan farovon, go'zal yurtda yashayotganimdan xursandman. Siz xalqimiz suygan san'atkorsiz, xalqimizni nazarida doim bo'lgan san'atkorsiz. Xudo xohlasa, keyingi intervyum sizni konsertingizda bo'lishini xohlayman. Konsertingizga borib, sizdan intervyu olay. Suhbat uchun rahmat, tashrif uchun rahmat Ravshan aka. Sizlarga ham rahmat. Menga bitta bolalarga qarab yur. Ko'ngil ko'k jiguli ko'k sen o'zingga ishon. Aylanadi yulduz